Assalomu alaykum aziz aka-uka, opa-singillar. Amerika Qo'shma Shtatlarida yashayotgan yoki kelishni niyat qilib turgan hamyurtlarimizda Amerikaga borsam farzandimni qanday tarbiya qilaman ekan, qanday maktab va bog'chalarga bersam bo'ladi degan savol bo'lishi tabiiy. Bugungi videomizda yaqin oylarda Filadelfiya shahrimizda tashkil qilingan yangi islomiy bog'cha haqida suhbatlashamiz. Ushbu bog'chada bolajonlarimiz uchun qanday sharoitlar yaratilgan, narxlar qancha, suhbat davomida bilib olamiz. Qani bo'lmasam boshladik. Assalomu alaykum, xush kelibsiz bizning Simply Smart xususiy bog'chamizga. Bu bizning ikkinchi lokatsiyamiz bo'lib, birinchisi 11633 Kelvin Avenue'da oilaviy bog'cha sifatida ish yuritib kelmoqda. Lekin bu lokatsiyamiz markaziy bog'cha hisoblanadi. Bizning bog'cha shahar va shtat tomonidan qonuniy litsenziyalashtirilgan. Mana bular shahar va shtat tomonidan litsenziyalarimiz. Bizning bog'cha 37 ta bolalarga mo'ljallangan bo'lib, biz hukumat tomonidan beriladigan subsidiya, ya'ni biz biladigan CCIS moliyaviy yordam programmasi bilan kelgan bolalarni ham qabul qilamiz. Hozir men sizni bog'cha bilan tanishtiraman. Bu biz turgan hudud bolalarning asosiy kirish joyi bo'lib, bu yerda bolalarni qabul qilib olamiz va har bir bolalar narsalari uchun alohida lobbylari bor va biz bolalarga bog'cha ichida kiyib yurishlari uchun alohida boshqa qulay oyoq kiyim olib kelishni tavsiya qilamiz. Sababi bog'chani tozaligi va bolalarga qulay bo'lishi uchun. Hozir soat 12 va bizda tushlik vaqti va bugungi menyuyimizda bizda 100% halol go'shtdan kabob va sabzavotli sho'rva. Bizda doim 100% halol bo'lgan mahsulotlardan taomlar tayyorlanadi. Bu xonaga keladigan bo'lsak, bu hudud maktab yoshidagi, ya'ni 3-4-5 yoshdagi bolalar uchun mo'ljallangan bo'lib, bu yerda bolalar bilan maktabga tayyorgarlik sifatida mashg'ulotlar o'tkazib boriladi. Bizda tarbiyachilar rus, o'zbek, ingliz tillarida bemalol muloqot qila olishadi va bu albatta ota-onalarga qulaylik yaratish maqsadida amalga oshirilgan. Bu xona 1 va 2 yoshli bolalar uchun mo'ljallangan. Shuningdek, bizda bolalar uchun ikkita alohida hojatxonalar bor. Ko'rib turganingizdek, bu juda ham bolalar uchun qulay va bular bolalarning joylashuvidan uzoqda joylashmagan. Bu albatta bolalarga qulaylik uchun. Va bu xona chaqaloqlar xonasi bo'lib, biz 6 haftalikdan boshlab chaqaloqlarni ham qabul qilamiz va 4 ta chaqaloqni qabul qila olamiz. Va bu yerda kameralar joylashgan bo'lib, bolalarning, xodimlarning xavfsizligini ta'minlash maqsadida va ota-onalarga farzandlarini nimalar bilan mashg'ulligini ko'rsatib turish maqsadida o'rnatilgan. Va men bu kameradan farzandlarini nima qilgani, kundalik davomida nimalar bilan shug'ullanganligini bemalol ko'rsatib tura olaman. Ko'rib turganingizdek, bu oshxona. Oshxona jihozlari, mikrovolnovka va ovqatlarni issiq saqlash uchun maxsus konteynerlar bor. Bilasizmi, ba'zan bolalarning qorni tez-tez ochadi. Biz ularga yengil sandvichlar tayyorlab berish uchun yoki bolalarga suv va sutlarni muzdek holatda bermaslik uchun bulardan foydalanamiz. Chunki ba'zi ota-onalar farzandlariga sovuq narsa berishimizni xohlashmaydi va biz bolalarga nonushta, tushlik va yengil snacklar beramiz ular uyg'onganida. Va men hozir sizga bolalar maydonchasi o'yingohini ko'rsatmoqchiman. Bu biroz kichikroq, lekin bolalar issiq kunlarida kuniga 2 mahal ertalab va tushlikdan keyingi paytlari o'ynagani, ko'chalarni, quyoshni ko'rgani tarbiyachilar bilan birgalikda chiqib turishadi. Biz hali yanada ko'proq jihozlar, kacheli va shunga o'xshash boshqa jihozlar bilan to'ldirish bo'yicha ishlayapmiz. Each room have different schedule. Like this schedule, Simply Smart Daycare from 6 to 6. Yes. 1 va 2 yoshli bolalar uchun jadval, bu 1-2 yoshli bolalarning xonasi va ana bunisi esa maktab yoshidagi 3-4-5 yoshli bolalar uchun mo'ljallangan boshqacha jadval hisoblanadi. Chaqaloqlar uchun alohida jadval bor. Har bir xonaning alohida jadvallari bor. Biz shuningdek matematika va ingliz tili sifatida raqamlarni, harflarni, Qur'on darslarini ham
o'tkazib boramiz. Qur'on darslarimiz yarim soat 45 minut davom etadi. Qur'on darsida biz har bitta bola uchun 3 yoshdan yuqori bo'lgan bolalar uchun maxsus bosh kiyim va kitob bilan ta'minlaymiz. Ya'ni kufi va o'g'il bolalarga kufi va qizlarga esa hijob ro'mollar beramiz. Bolalar bu darslarda kichik suralardan boshlab o'rganishni boshlashadi. Biz ularni o'rganiguncha tinimsiz takrorlab boramiz. Ular o'zlari yaxshilab o'rganib olmagunlaricha. Va bizning birinchi lokatsiyamizdagi bolalarning ko'pi kichkina suralarning ko'pini bilishadi. Shunday qilib har bir bola dars vaqtida bittadan olishadi bu narsalarni. Va bizda obedga uyqu vaqtimiz 12 dan 2 gacha bo'ladi va bu majburiy emas. Ba'zi bolalar uxlashni xohlashmaydi. Biz lekin uxlash ozgina dam olishga ularni imkon beramiz. Ko'rib turganingizdek, hozirda bir guruhda aralash bolalar. Sababi biz yaqinda ochilganmiz va umumiy bolalar soni 8 ta. Hozirda men 2 ta tarbiyachini ishga olganman. Ular bakalavr darajani, 4 yillik ta'limni allaqachon universitetni tamomlashgan, 3 ta tilni biladigan xodimlar. Ular o'zbek tilida, rus tilida, ingliz tilida gaplashishni bilishadi. Menga juda ham ma'qul, chunki ba'zi bolalar birinchi kelishuvda ingliz tilini bilishmaydi. Ularning ota-onalari ham bilishmaydi va bu boshida bolalarga adaptatsiya qilishlariga, men esa ota-onalar bilan farzandlari haqida chuqurroq gaplashishim uchun juda ham katta foyda bo'ladi. Kechirasiz, savolim bor edi. Narxlar haqida ma'lumot bera olasizmi? Ha, albatta. Agar bolalar 5 kunlik to'liq keladigan bo'lsa, bolalar uchun, chaqaloqlar uchun, ha, shanba yakshanba kuni biz ishlamaymiz. Dushanbadan jumagacha, tongi 6 dan kechki 6 gacha chaqaloqlar uchun 6 haftadan 1 yoshgacha bo'lgan bolalarga bu haftasiga $295 hisoblanadi. Ha, bir haftaga. 1 va 2 yoshli bolalarga haftalik to'lovi $265 haftasiga. Ha, $265 1 yoshligidan boshlab 2 yoshligacha, 3 yoshga to'lmasligidan oldin, ha, 2 yoshgacha. Va bu $265 haftasiga. Va maktab yoshidagi bolalarga 3 va 5 yoshgacha bo'lgan bolalarga haftasiga $250 va biz hukumatdan har qanaqa moddiy yordamlarni qabul qilamiz va maktabdan oldingi va maktabdan keyingi programmalar bizda ham bor. Biz maktabdan oldin va keyingi vaqtlarda bolalarga ularni uyga vazifalarini bajarishga yordam beramiz va buning narxi esa haftasiga $180 hisoblanadi. Shu before after school batafsilroq tushuntirib beringda, hozir ko'pchilik tushunmay qolishi mumkin-da. Before va after schoollarimiz bu ba'zi ota-onalarimiz ertalab tongi 6 dan yoki kechki 6 gacha ishlashga majbur bo'lishadi. Ana shunaqa paytda farzandlarini biz bilan qoldirsa bo'ladi-la. Tongi 6 dan 8:30 gacha agar maktabga boradigan bo'lsa, school basi kelib o'zligi olib ketadi. 2,5 soat vaqtida bola biz bilan qoladi. Biz unga breakfastini beramiz, ertalabki nonushtasini va bizning parvarishimizda bo'lib turadi. After school esa shu maktab vaqti tugagandan keyin kechki 6 gacha ota-onasi ishdan chiqib qaytib kelguncha bo'lgan vaqtda 3-4 soatga biz bilan qoladi va bu paytda yana biz bolalarga bir mahal ovqatini beramiz. Ular biz bilan ota-onasi kelguncha qolishlari mumkin bo'ladi. Hozir siz bir narsa deb programmalar aytdingiz, u qanaqa programma? Masalan, yangi kelgan odam, masalan, besplatniy insurance, food stamp oladigan odamlarga u o'tadimi, aytmaydimi? Ha, qanaqa programma olish kerak mana besplatniy arzonroq variantlar qilishni aytdingiz-ku. CCS programmani qilishlik uchun asosan farzandning otasi ham onasi ham kamida haftasiga 20 soatdan ish joyi bo'lishligi kerak va ish joyidan ishlaydi degan qog'oz bo'lishligi kerak va albatta
ularni bir oylik daromadlari, pay stablari bo'lishlari kerak. Agar shu ikkita dokument tayyor bo'ladigan bo'lsa, uni xuddi o'sha food stamplarga o'xshab borib, ariza beriladi, joylashuvga borib, o'zining manziliga borib ariza beriladi va ish jarayoni bir oy davomida ko'rib chiqiladi. Bir oy davomida ko'rib chiqilgandan keyin, agar ular eligible, ya'ni tasdiqlansa, ularning bog'cha puli tekin bo'ladi. Ba'zi paytda kopeyga ham tushib qolishi mumkin. Bu kopey nima? Kopey odatda haftalik misol uchun puli $250 bo'ladigan bo'lsa, $250 emas, haftasiga $45, $48 to'lashligi mumkin bo'ladi. Mana shu narsa kopey deyiladi. Hozirda bizda transportlar yo'q. Biz bolalarni maktabga olib borib yoki olib kela olmaymiz. Lekin arab tili va Qur'on darslari uchun bizda qo'shimcha to'lov yo'q. Bu to'lovning ichida bolalarga dars vaqtida o'rgatiladi. Agar sizga yanada to'liqroq ma'lumotlar kerak bo'ladigan bo'lsa, siz bizni quyidagi telefon raqamlarimizga aloqaga chiqsangiz yoki manzilimizga kelib ko'rib ketsangiz bo'ladi.